Keling, bugun juda muhim mavzuni ochiq va sodda tilda gaplashamiz. Pensiya masalasida noto'g'ri qaror qilsangiz yoki hujjatlaringizni vaqtida tekshirmasangiz, har oy 1 million, hatto 2 million so'mgacha pulni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Bu gap qo'rqitish uchun emas, amalda ko'p uchraydigan holat. Odam 35 yil ishlaydi, soliq to'laydi, mehnat qiladi, lekin pensiyaga chiqish paytida bir dona ma'lumotnoma, bir nechta oy ish staji yoki ish haqi bo'yicha noto'g'ri hisob-kitob sabab kamroq pensiya oladi. Shuning uchun bu video har bir ishlayotgan odamga, pensiyaga yaqinlashganlarga, ota-onasining pensiyasini rasmiylashtirayotgan farzandlarga va tadbirkorlarga kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday mavzularni bilgan odam o'z pulini himoya qiladi. Avvalo muomalaning ildizni tushuntiraman. Ilgari ko'pchilik pensiya masalasini oxirgi daqiqagacha o'ylamasdi. Pensiyaga chiqadigan vaqtim kelganda pensiya jamg'armasiga boraman. Ular o'zlari hisoblab beradi degan fikr bor edi. Lekin amalda pensiya o'z-o'zidan eng foydali variantda hisoblanmaydi. Pensiya hisoblashda ish staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotlari, elektron bazadagi ma'lumotlar, ayrim imtiyozli davrlar va qonunchilikdagi shartlar ta'sir qiladi. Agar shu ma'lumotlardan bittasi yetishmasa, sizning pensiyangiz kamayib ketishi mumkin. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Ko'p ma'lumotlar elektron bazalarga o'tgan. Ish staji va daromad bo'yicha ma'lumotlar raqamli tizimlarda ko'rinadi. Bu yaxshi tomoni. Ko'p narsani oldindan tekshirish mumkin. Yomon tomoni esa shuki, eski yillardagi ish joylari yopilib ketgan korxonalar, arxivga topshirilmagan hujjatlar, norasmiy ishlagan davrlar yoki noto'g'ri kiritilgan ma'lumotlar pensiya miqdoriga bevosita zarar yetkazadi. Men tajribamda shuni ko'p ko'raman. Odam pensiyaga chiqishga 2-3 oy qolganda yugurishni boshlaydi. Lekin ayrim hujjatlarni topish uchun yarim yil ketadi. Shu vaqt ichida u kam pensiya olishga majbur bo'ladi yoki umuman rasmiylashtirish cho'ziladi. Endi eng asosiy savol, har oy 2 million so'm yo'qotmaslik nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, pensiya hisoblashda sizga foydaliroq bo'lgan davr tanlanmasa, yuqori ish haqi aks etgan yillar hisobga olinmasa, imtiyozli staj isbotlanmasa yoki ayrim huquqlardan foydalanilmasa, pensiya ancha past chiqishi mumkin. Masalan, bir odamning rasmiy ish staji 32 yil, lekin bazada faqat 24 yil ko'rinadi. Yana bir odam oxirgi yillarda yaxshi maosh olgan, lekin ish beruvchi ma'lumotlarni to'g'ri topshirmagan. Yana bir ayol farzand parvarishi davri yoki boshqa hisobga olinadigan davrlarni kiritmagan. Natijada pensiya eng kam yoki pastroq hisoblanadi. Oldin qanday bo'lgan va hozir nima o'zgarganini yanada oddiyroq tushuntiraman. Oldin asosiy dalil mehnat daftarchasi edi. Unda qaysi korxonada qachon ishga kirganingiz, qachon bo'shaganingiz yozilardi. Lekin mehnat daftarchasida yozuv borligi ham har doim yetarli emas. Muhr xira, buyruq raqami yo'q, sana noto'g'ri, korxona nomi almashgan, arxivda tasdiq yo'q bo'lishi mumkin. Hozir esa elektron ma'lumotlar kuchaygan. Soliq organlari, bandlik tizimi, ish beruvchi hisobotlari va pensiya jamg'armasi bazalari orqali ko'p narsa tekshiriladi. Demak, hozir sizning vazifangiz men ishlaganman deyish emas, balki men ishlaganimni hujjat bilan va elektron bazada tasdiqlash bo'ladi. Kimlar birinchi navbatda xavotir olish kerak? Birinchisi, pensiyaga chiqishga 5 yil yoki undan kam vaqt qolganlar. Aynan shu guruh eng tez harakat qilish kerak, chunki qolgan hujjatni topish vaqt oladi. Ikkinchisi, 1990 yillar va 2000 yillar boshida turli korxonalarda ishlaganlar. Bu davrda ko'p korxonalar yopilgan, qayta tashkil etilgan, hujjatlar arxivga to'liq topshirilmagan. Uchinchisi, norasmiy ishlaganlar yoki maoshining bir qismi konvertda berilganlar. Pensiya uchun og'zaki kelishuv emas, rasmiy daromad muhim. To'rtinchisi, o'zini o'zi band qilganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, fermer xo'jaligida ishlaganlar mavsumiy ishchilardir. Ularning badal to'lovlari, ro'yxatdan o'tgan davri va faoliyat ma'lumotlari alohida tekshirilishi kerak. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz butun umr rasmiy tashkilotlarda ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi soliqlarni to'liq to'lagan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangiz to'g'ri yuritilgan bo'lsa, daromadlaringiz bazada ko'rinsa, pensiya tayinlash jarayoni ancha oson bo'ladi. Lekin baribir xotirjam degani tekshirmaslik degani emas. Men har doim shuni aytaman, pensiyaga chiqishdan oldin hech bo'lmaganda bir marta o'z stajingiz va daromadingizni tekshirib oling. Chunki xatolar hatto eng tartibli tashkilotlarda ham bo'ladi. Endi aniq misollar bilan tushuntiraman. Masalan,
Rustam aka 6 yoshga yaqinlashgan, 35 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Mehnat daftarchasida ham bir nechta ish joylari bor. Lekin pensiya jamg'armasi bazasida uning 1937-2003 yillardagi ish davri tasdiqlanmagan. Sababi u ishlagan zavod yopilgan hujjatlar arxivga to'liq topshirilmagan. Agar Rustam aka shu 6 yilni isbotlamasa, uning umumiy staji kamroq hisoblanadi. Staj kamaysa, pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Agar uning o'sha davrdagi ish haqi yaxshi bo'lgan bo'lsa, zarar yanada katta bo'ladi. U arxivga so'rov berib, ishga qabul qilish va bo'shash buyruqlari, ish haqi vedomoslari, kadrlar bo'limi hujjatlarini topsa, pensiya hisobida foyda ko'radi. Ikkinchi misol, Dilbar opa maktabda, keyin xususiy korxonada, keyin yana davlat tashkilotida ishlagan. U farzandlari tug'ilgan yillarda ishda tanaffus qilgan. Ko'pchilik ayollar xuddi shu joyda xato qiladi. Men ishlamaganman. Demak, bu davr umuman hisobga kirmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim davrlar qonunchilikka muvofiq stajga qo'shilishi mumkin. Bu yerda aniq holatni tekshirish kerak. Bola parvarishi ta'tili rasmiylashtirilganmi? Buyruq bormi? Tashkilot hujjatlari saqlanganmi? Mehnat munosabatlari davom etganmi? Agar Dilbar opa bu davrlarni hujjat bilan tasdiqlasa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Tasdiqlamasa har oy yo'qotish bo'ladi. Uchinchi misol, Sardor aka 25 yil rasmiy ishda ishlagan, keyin yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan. Lekin u tadbirkorlik davrida majburiy to'lovlar, sug'urta badallari yoki tegishli hisob kitoblarini to'liq qilmagan. Pensiya yoshiga kelganda men 20 yil savdo qildim-ku deydi. Ammo pensiya tizimi uchun savdo qilganingiz emas, rasmiy ro'yxatdan o'tganingiz, to'lovlaringiz va bazadagi ma'lumotlaringiz muhim. Agar tadbirkorlik davri rasmiy tasdiqlanmasa, u staj sifatida to'liq hisobga olinmasligi mumkin. Shuning uchun tadbirkorlar har yili o'z holatini tekshirishi kerak. Ro'yxat faolmi? Qarzdorlik yo'qmi? Tegishli to'lovlar amalga oshganmi? 4-misol, Aziza opa xususiy klinikada ishlagan va maoshi yaxshi bo'lgan. Lekin ish beruvchi uning rasmiy maoshini minimal ko'rsatgan, qolganini naqd bergan. Aziza opa o'sha paytda ko'proq qo'lga pul olgandan xursand bo'lgan. Pensiya hisobiga kelganda esa muammo chiqadi. Rasmiy daromad past bo'lgani uchun pensiya bazasi ham past ko'rinadi. Bu juda muhim saboq. Bugun konvertdan olingan pul ertaga pensiyada o'zingizga zarar bo'lib qaytishi mumkin. Har bir ishlovchi odam o'z ish beruvchisidan rasmiy maosh shartnomada to'liq ko'rsatilishini talab qilish kerak. Endi foydali pensiya tanlash deganda nimani tushunish kerak? Men buni shunday tushuntiraman. Pensiya tayinlashda sizga tegishli barcha qonuniy imkoniyatlardan foydalanish kerak. Bu noqonuniy yo'l bilan ko'proq olish degani emas. Bu o'z haqqingizni to'liq rasmiylashtirish degani. Birinchidan, eng avvalo ish stajingiz to'liq hisobga kirishi kerak. Ikkinchidan, daromadlaringiz bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri olinishi kerak. Uchinchidan, imtiyozli yoki alohida shartlar bo'lsa, ular qo'llanilishi kerak. To'rtinchidan, pensiya turi bo'yicha noto'g'ri tanlov qilmaslik kerak. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki boshqa to'lovlar bo'yicha har bir holatda huquq va miqdor farq qiladi. Bu yerda yana bir nozik jihat bor. Ayrim odamlar pensiyaga chiqish vaqtini ham o'ylamaydi. Masalan, kimdir pensiya yoshiga yetdi, lekin ishlashda davom etyapti. U darhol pensiya rasmiylashtiradimi yoki ayrim holatlarda hujjatlarni tayyorlab, ma'lumotlarni to'g'rilab keyin murojaat qiladimi? Buni hisob-kitob bilan ko'rish kerak. Chunki kechikish ham zarar. Tayyor bo'lmagan hujjat bilan shoshilish ham zarar bo'lishi mumkin. Men doim tavsiya qilaman, pensiya yoshiga kamida 6 oy qolganda hujjatlarni yig'ishni boshlang. 3 oy qolganda bazadagi ma'lumotlarni tekshirtiring. Muddati kelganda esa tayyor holatda murojaat qiling. Endi istisnolar va ko'p odam bilmaydigan tuzoqlar haqida gaplashamiz. Birinchi tuzoq, mehnat daftarcham bor, demak hammasi joyida degan xato fikr. Yo'q, har doim ham emas. Mehnat daftarchasi muhim, lekin ayrim yozuvlar tasdiq talab qilishi mumkin. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, qayta tashkil etilgan bo'lsa, muhr noto'g'ri bo'lsa, sana o'chgan bo'lsa, qo'shimcha arxiv ma'lumotlari kerak bo'ladi. Ikkinchi tuzoq, davlat o'zi biladi degan ishonch. Tizimda bor ma'lumot asosida hisob-kitob qilinadi. Agar sizning biror davringiz bazada bo'lmasa, hech kim siz uchun 20 yil oldingi korxonani qidirib yurmasligi mumkin. Siz tashabbus ko'rsatishingiz kerak. Pensiya bu sizning umrbod daromadingiz. Bir marta noto'g'ri hisoblangan pensiya yillar davomida katta yog'ochga olib keladi. Uchinchi tuzoq, norasmiy ish. Bugun ko'p yoshlar hozircha rasmiylashtirmasdan ishlayman, maoshim yaxshi bo'lsa bo'ldi deydi.
Lekin pensiya tizimi uzoq muddatli tizim. 25 yoshda qilingan xato 60 yoshda bilinadi. Rasmiy shartnoma yo'qmi? Soliq to'lanmayaptimi? Ish staji yozilmayaptimi? Demak, kelajakdagi pensiya bazangiz bo'sh qoladi. 4-tuzoq, familiya, ism, otasining ismi yoki pasport ma'lumotlaridagi farqlar. Ayniqsa, ayollarda nikohdan keyin familiya o'zgarganda hujjatlar zanjiri to'liq bo'lishi kerak. Masalan, diplom bir familiyada, mehnat daftarchasi ikkinchi familiyada. Pasport uchinchi ma'lumot bilan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Aks holda bir hujjat sizniki ekanini isbotlashga vaqt ketadi. 5-tuzoq arxiv masalasi. Agar korxona yopilgan bo'lsa, hujjatlar qayerga topshirilganini aniqlash kerak. Tuman yoki shahar arxivi, idoraviy arxiv, voris tashkilot, yuqori tashkilot bo'lishi mumkin. Ba'zan bir korxona nomi bir necha marta o'zgargan bo'ladi. Masalan, avval zavod, keyin aksiyadorlik jamiyati, keyin mas'uliyat cheklangan jamiyat bo'lgan. Siz so'rov yozayotganda faqat oxirgi nomni emas, bilgan barcha nomlarni, ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, bo'limingizni ko'rsatishingiz kerak. 6-tuzoq ish haqi ma'lumotlari. Pensiya miqdorida faqat staj emas, daromad ham muhim bo'lishi mumkin. Agar ish haqi haqidagi ma'lumotlar past yoki yo'q bo'lsa, pensiya kamayadi. Ayniqsa yuqori lavozimda ishlagan, lekin eski yillardagi maosh hujjatlari yo'qolgan odamlar e'tiborli bo'lishi kerak. Maosh vedomoslari, hisob-kitob varaqalari, buyruqlar, arxivdan olingan ma'lumotnomalar yordam beradi. 7-nozik jihat, chet elda ishlagan davr. Agar siz boshqa davlatda ishlagan bo'lsangiz, bu davr pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishini alohida tekshirish kerak. Har bir davlat bilan kelishuvlar, hujjat tan olinishi, tarjima va tasdiqlash tartiblari farq qiladi. Rossiyada ishlaganman, Qozog'istonda ishlaganman, Turkiyada ishlaganman deyishning o'zi yetarli emas. Rasmiy shartnoma, to'lovlar, mehnat faoliyati va xalqaro tartiblar muhim. Endi amaliy qismga o'tamiz. Siz aniq nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, o'z mehnat tarixingizni qog'ozga yozib chiqing. Qaysi yilda qayerda ishladingiz? Qaysi lavozimda bo'ldingiz? Qachon kirib, qachon bo'shadingiz? Tashkilot nomi qanday edi? Keyin nomi o'zgarganmi? Barchasini yozing. Bu juda oddiy tuyuladi, lekin aynan shu ro'yxat hujjat yig'ishda xarita bo'ladi. Ikkinchi qadam, mavjud hujjatlarni to'plang. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmatga oid hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, mehnat shartnomalari, buyruq nusxalari, soliq to'lovlari yoki tadbirkorlik faoliyati bo'yicha hujjatlar bo'lsa, barchasini bir papkaga soling. Hujjatlarni suraga olib, telefon va kompyuterda ham saqlab qo'ying. Yo'qolgan hujjatni tiklashdan ko'ra borni saqlash ancha oson. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, staj va ma'lumotlaringizni oldindan tekshirtiring. Men tavsiya qiladigan gap shunday: men pensiyaga tayyorgarlik ko'ryapman. Elektron bazada ish stajim, daromadlarim va hujjatlarim to'g'ri aks etganini tekshirmoqchiman. Agar biror davr ko'rinmasa, darhol sababini so'rang. Qaysi yil tasdiqlanmagan? Qaysi tashkilot bo'yicha ma'lumot yo'q? Qanday hujjat olib kelishim kerak? 4-qadam. Arxiv so'rovlarini yozing. So'rovda shaxsiy ma'lumotlaringizni, ishlagan tashkilot nomini, ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, bo'limingizni va aynan qanday ma'lumot kerakligini yozing. Masalan, 1995 yil 21-martdan 2004 yil 20-iyungacha falon korxonada, falon lavozimda ishlaganimni tasdiqlovchi buyruqlar va ish haqi ma'lumotlarini berishingizni so'rayman. So'rovni imkon qadar aniq yozing. Men u yerda ishlaganman, topib beringlar degan umumiy so'rov ko'p vaqt oladi. 5-qadam. Ish beruvchingizdan rasmiy maoshingizni tekshiring. Hozir ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangizdagi maosh, soliq hisobotidagi maosh va qo'lingizga olayotgan pul bir-biriga mosmi ko'ring. Agar rasmiy maosh past ko'rsatilayotgan bo'lsa, bu kelajakdagi pensiyangizga zarar. Ish beruvchi bilan madaniyatli gaplashing. Menga rasmiy daromadim to'liq aks etishi muhim, chunki bu pensiya va ijtimoiy kafolatlarimga ta'sir qiladi. Bu faqat pensiya emas, kasallik varaqasi, kredit olish, subsidiyalar boshqa masalalarga ham ta'sir qiladi. 6-qadam. Agar siz tadbirkor, o'zini o'zi band qilgan yoki mustaqil daromad topayotgan bo'lsangiz, to'lovlaringizni tekshiring. Ro'yxatdan o'tgan sanangiz, faoliyat holati, qarzdorlik, to'langan badallar va deklaratsiyalarni tartibga keltiring.
Men o'zim ishlayman, menga hech kim kerak emas degan fikr xavfli. Pensiya tizimi rasmiy izlarni ko'radi. Rasmiy iz bo'lmasa, kelajakda men ishlaganman degan da'vo qiyinlashadi. 7-qadam, pensiya tayinlangandan keyin ham hisob-kitobni tekshiring. Ko'pchilik odam pensiya chiqdi degach, xursand bo'lib qarorni o'qimaydi. Men esa aksini tavsiya qilaman. Qarorni oling. Qaysi staj hisobga kirganini, qaysi davrlar kirmaganini, qaysi daromadlar olinganini, pensiya miqdori qanday shaxlanganini so'rang. Agar tushunmasangiz, yozma tushuntirish so'rang. Xato bo'lsa, belgilangan tartibda qayta ko'rib chiqishni so'rash mumkin. 8-qadam, hamma murojaatni og'zaki emas, yozma shaklida ham qiling. Og'zaki gap tez unutiladi, yozma ariza esa iz qoldiradi. Ariza berganingizda ro'yxatdan o'tgan raqamini oling yoki elektron murojaat bo'lsa tasdiqni saqlang. Keyin men murojaat qilgandim deganda qo'lingizda dalil bo'ladi. Yana bir muhim maslahat. Pensiya masalasini oilaviy loyiha sifatida ko'ring. Ota-onangiz pensiyaga chiqayotgan bo'lsa, farzand sifatida yordam bering. Ular qaysi yillarda qayerda ishlaganini eslab yozib bering. Arxivga so'rov yuboring, hujjatlarni skaner qiling. Davlat xizmatlari markaziga birga boring. Ko'p ota-onalar hujjat ishlaridan charchaydi. Mayli, qancha chiqsa chiqsin deydi. Lekin farzandlar yordam bersa, ularning har oy oladigan puli sezilarli o'sishi mumkin. Bu esa dori darmon. Kommunal to'lov, oziq-ovqat uchun katta yordam. Endi eng muhim fikrni yana bir marta ta'kidlayman. Pensiya bu faqat qarilikdagi pul emas. Bu sizning butun mehnat hayotingizning moliyaviy natijasi. Siz bugun rasmiy ishlasangiz, hujjatlaringizni tartibga solsangiz, maoshingizni oq ko'rsatsangiz, tadbirkor sifatida to'lovlaringizni vaqtida qilsangiz, ertaga o'zingizni himoya qilasiz. Aksincha, bugun beparvolik qilsangiz, pensiya yoshida har oy kamroq pul olib, yillar davomida yo'qotishingiz mumkin. Men sizga vahima qilishni emas, nazorat qilishni tavsiya qilaman. Birinchidan stajingizni tekshiring. Ikkinchidan rasmiy daromadingizni tekshiring. Uchinchidan arxiv hujjatlarini oldindan yig'ing. To'rtinchidan pensiya turi va shartlarini tushunib oling. Beshinchidan har bir murojaatni hujjat bilan tasdiqlang. Ana shunda siz menga qancha chiqarishsa, shuncha olaman degan passiv holatda bo'lmaysiz. Balki o'z haqqini biladigan va himoya qiladigan odam bo'lasiz. Xulosa shuki, har oy 2 million so'm yo'qotmaslikning siri seli formula emas. Siri tartib, hujjat, rasmiy daromad va vaqtida tekshiruvda. Pensiya jamg'armasi tizimida sizga tegishli ma'lumotlar to'liq va to'g'ri bo'lsa, foydali pensiya olish imkoniyatingiz yuqori bo'ladi. Agar ma'lumotlar chala bo'lsa, eng yaxshi mehnat yillaringiz ham hisobga kirmay qolishi mumkin. Sizda shunday holat bo'lganmi? Staj chiqmagan, arxidan hujjat topilmagan, pensiya kam hisoblangan yoki qayta hisoblatib oshirganmisiz? Izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya mavzusi faqat bugungi pensionerlar uchun emas, bugun ishlayotgan har bir inson uchun juda muhim.